Assalomu alaykum aziz podpischilar, yurtdoshlar va tanigan va tanimaganlar. Mana shu kanalimizni rivojlanishi uchun hissa qo'shayotganlaringiz uchun rahmat. Meni ko'rib turganlar. Bu sohada hozir ketyapmiz. Elektromobil, samokat, skuter, barcha turdagi elektron asbob-uskunalarni remont qilish bo'yicha mutaxassisligimizni ustasimiz. Xudo xohlasa bog'lanayotgan klientlar hammasi minnatdor qilayotgan ishimizdan. Ekologiya garantiyali albatta. Hozir ham bitta elektron veligimiz kelgan. Bu Rossiyaniki. O'zbekistondagi emas, kuchli mashinasi baland. 48-60 250 vatlik. Yurmay qolgan problemasi yurmay qolish natijasida olib kelingan. Xudo xolasa remont qilib mana chiqardik, ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa motor ko'rinishini ko'rsataman va tuzilgandan keyin keyingi postimizda ko'ramiz. Xudo xolasa. Mana motorlarni polni ochilgandan keyin germetika qilib, ekologiya qilib beramiz. Xudo xolasa klientimizga suvga haydasa ham, dengizga haydasa ham bemalol ishlaydigan bo'ladi. Xudo xolasa. Mana ko'rinishi hozir remont qilib yozibmiz. Xudo xolasa bu chiqqandan keyin ertaga ikkinchi relsni ham qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rib borishlaringiz mumkin. Kimga kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Mana gidro skuter deyman, nima deydi? Gidro shunaqa skuterlarimiz ham bor. Ikkalasi ham remont bo'lgan, tayyor klientlarni kutib yotibdi. Bu yerda ham bittasi yotibdi. Bu ham klientini kutib yotibdi, kelmayapti. U egasi remont bo'lgan hammasi. Egalari kelmayapti, egalarni kutib yotibdi. Kimga kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Manzil qayerda desalaringiz, Samarqand viloyat Pazdarxon tuman Juma shahrida, shu yerda remont qilamiz. Elektronika magazin elektronikada shu yerda. Kimga kim xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang do'stlar, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin.